xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okean Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazdi va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'g'ri savdosi, TV bozor qatorliq tijorat amdisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarning esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Assalomu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotgan Allah Şinjan televiziya stansiya, Şinjan Qo'yi madaniyat taraqqiy cheklanish shirkati, Şinjan Bug'ra madaniyat taraqqiy cheklanish shirkati hamkorlik bozorlar sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Abida Yipakul Sadas programmasi. Ben Ömer Tursun. Diyarımız içimlik sahasida o'z oldiga Abida sudasi va meva sharifni ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biotexnik taraqqiyot cheklanish shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programımızda mehri muhabbatni o'zining mezoni qilgan, mehri mablag'chiligi alayda talab qilgan. Bu programımız bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ipar biotexnologiyasi alayda hamkorlashgan. Albatta, Yipakul Sadasi programmasining 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlar katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamran buaqla mahsulotlar orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2 darajaga erishgan mahirimizning bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida sudasi va meva sharifni ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida biotexnik taraqqiyot cheklanish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizning bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Şinjan Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tibar xalqaro savdo cheklanish shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Shunda bugun ikki mahir o'zaro raqobatga tushib, o'ziga tegishli bo'lgan o'z guruhidagi bir o'rinni olishidir. Chunki bu bosqichimiz bo'lsa, har bir guruhdagi mahirlar 2-2 dan bo'lib musobaqa qilishadigan bo'lib, eng oxirida faqatla bir mahirimiz keyingi bosqichga kirish salohiyatiga ega bo'la oladi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, bugun diqqatimizni bo'ldig'ini Melodiya guruhi. Ona bo'lsa, raqobatimiz boshlanishdan burun Melodiya guruhining yetakchi ustozi, shundaqla bugungi bosh yetakchi ustoz Adila Sidiq ustoz. Zodini bilan deydi. Alloh baqaylik. Assalomu alaykum ustozlar. Tomoshabinlar, shundaqla ekran oldidagi ko'rurmanlar, hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Ipak yo'li sadasi, xush ovozlar saynasi programmasi yo'l qo'yilgandan 2 yildan buyon jamiyatimizdagi nurg'un naqshini yaxshi ko'radigan havaskorlarimiz shundaqla kasb egalariga bir sharoit, shundaq yaxshi muhit hozirlab, bularningki talantini namoyon qiladigan bir yaxshi fursat yaratib, g'albiga utuqqa bo'lgan musofirni qisqartdi. Shu sababdan men Şinjan televiziya stansiyasiga chin dilimdan, yoshlar nomidan rahmat aytaman. Rahmat, sizga rahmat. Shundaqla menga ham o'zimning uslubi bilan, shu hozirgi zamon naqsh aytish uslubi, shundaqla bir turkum yoshlar yoqtirib anglaydigan naqshlarim bilan ushbu taxtni menga bergan mush ustozimga, tomoshabinlarga, xalqqa ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Rahmat ustoz. Melodiya guruhisidagi barliq xizmatchi xodimlar jumladan Melodiya madaniyat tarqitish shirkati, shundaqla Melodiya musiqa atirti bizning bu qitimqiga Yipakul Sadasidagi Melodiya guruhisidagi har bir a'zolar, shundaqla har bir tanlangan naqshlarimizga intayin mas'uliyatchanlik bilan oz to'la ajr qildik. Bizningki maqsadimiz jamiyatda naqsh aytib yurgan vaqtlarimizda, naqshiga qiziqib, suyib, mushta anglab yurgan vaqtlarimizda bir taraflimilik bir xohishning borlig'ini his qildik. U bo'lsa klassik asarlar bilan hozirgi zamon moda uslubdagi asarlarni bir-birini yodlaydigan bir taraflama bir ko'z qarash bor ekan. Masalan, xalq naqsh aytganlar biz moda naqsh aytolmaymiz yoki zamonaviy naqsh aytganlar xalq naqsh aytolmaymiz deydigan shu bir-birisiga yod bo'lib oladigan bir taraflama ko'z qarash bor ekan. Biz
hammamiz xizmat gruppasidagi muzikat bolalar, shundaqla o'qituvchi ustozlar bir yerga kelib, biz necha vaqtning yog'izi naqsha aytibdik, muzika chapdik. Amsi bizningki maqsadimiz nima deganda, mushu ustozlarim turibdi, ustozlarim aytgan naqshlaridan, xalq naqshlaridan, hattoki g'ayrib sanamdan ayriyalardan elib, hozirgi zamon chalg'u asoblaridan foydalanib, biz az to'la ajr qildik. Men Melodiya gruppasidagi har bir o'quvchimga astoydil, izchil bo'lishini talab qildim. Shundaqla bizmi ularga ulgu bo'lib, astoydillik bilan, izchillik bilan davomlashtiramiz xizmatni. Men bu yerda shundaqla uch ustozimga mayli bular tajriba jihatdan bo'lsin, kasb jihatdan, hatto odamiylik jihatdan meni yetaklaydi, menga ulgu bo'ladi. Bu ustozlarimdan o'rganaman, boshqa yo'lidan ergishib manaman. Shundaqla bu ustozlarimningki bizning oz-to'la qilgan ajrimizdan inchkilik bilan kuzatib, ko'proq fikr talablaringlarni berishinglarni bo'lsa, ko'proq tanqidiy fikr talablaringlarni berib, bizning texmo mukammal holatga kelishimizga yordam qilishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Rahmat, Adila ustoz, rahmat. Oxirida Ipak yo'li sadasidagi barliq mayirlarga, shundaqla Melodiya gruppasidagi barliq mayirlarga utuq tilayman. Rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Ishonimizki, bugungi Melodiya gruppasi o'zgacha bo'lgan nomerlari, o'zgacha bo'lgan, sarxil bo'lgan raqobatlar orqali bizga o'xshash bo'lmagan anglash tuyg'usi ato qiladi. Xo'sh, undaq bo'lsa, Melodiya gruppasining sinoq bosqichi hozir boshlandi. Tunji bo'lib, sahnamizda raqobatlashadigan makirlarimiz bo'lsa, Koruldan kelgan til adabiyot o'qituvchisi Obulqosim Turaq bilan naqsha ichqa alaydi Herisman naqsha usul mahallasida tug'ilib o'sgan Arshiddin Abdurazaq. Assalomu alaykum ko'rilgan do'stlar. Bizningki Melodiya gruppasi zamonaviy uslubdagi naqshchilar, shundaqla xalq ohangi, milliycha uslubdagi naqshchilar, chet eldan kelgan naqshchilar, shundaqla eng kichik naqshchi, shundaqla hech cho'ng naqshchilar bo'lib, sarxil mayirlardan tarkib topgan. Bizning guruhdagi mayirlarning sahnadagi sifatning taxmin yaxshi bo'lishini, hammamizning kutgan umidini yeb qo'ymasligini chin dilimdan umid qilaman. Obulqosim bilan Arshiddin har ikkilsiniki sahnada tunji menga bergan inkasi nayti ovozi yumshoq. Men bu qitim Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, Melodiya gruppasiga kirganligimdan xushal. Ham bu guruhga kirgandan keyin menda o'zgarish nayti jiq bo'ldi. Adila ma'lumki yetakchilikda ovozni qanday chiqarish, yuqori ovoz chiqqanda qanday kuch beramiz, tez ovoz tushganda qanday kuch beramiz, shu to'g'riliq zo'r bilimlarni Adila ma'lumdan oldik. Melodiya gruppasiga tanlangandan keyin menda ish qilib jiq o'zgarish bo'ldi. Shuncha yillardan buyon naqsh muzika qiziqdi. Shaxsan men o'zimni aytsammi, ish qilib mayli naqsh bo'lsin yoki muzika bo'lsin, ish qilib san'atga munosabat bo'lgan nurg'un ilminatlarni shu Melodiya gruppasiga kirgandan keyin Adila ma'lumdan kasbiy tarbiya olgandan keyin nurg'un jihatlarda o'zimga kamchiliklarni, yetarsiliklarni his etdim. Ham shu jihatlarni davomli tuzib menashib tirishyapman. Bu to'rg'ay degan naqshni funk uslubda tankash qilib sahnada aytib chiqilgan bo'ldi. Bunday uslubdagi naqshlarni aytganda cho'qim ovozning kuchi shunaqla to'g'ri bo'lishi kerak. Bu qitim bo'lsa, Adila ma'lum bizga bu to'rg'ay degan naqsh nimadi? Mening sahna amrayim bo'lsa, Obulqosimni o'zining aytib yaxshi pishgan naqshchi. Melodiya gruppasiga har bir mayirlarimiz bilan tanishib, ulardan do'st o'rnatgandan keyin shuni his qildimki, bu muzika haqiqatan bir hamkorlik bilan bo'lgan narsa. Bu ishga mayiramga mashq jarayonida texmo ovozning to'g'rini, texmo burunqidan bakrak tegadigan qilib mashq qildi. Mening kutadigan umidim bo'lsa, mushqatim bizga berilgan naqshini yaxshi o'rinlar, keng ko'rilmalarning huzuriga sunsak, biz shundan xushal deb o'ylayman. Obulqosim sen g'ayrat qil, men tirshay, ikkimiz sahnada yashaylik. Mush sahnadagi biz o'rinliqda bo'layotgan shu bo'z to'rg'a degan naqshimizni eng yaxshi mahorat, eng yaxshi ittifoqlik bir birikish, hamkorlik bilan yaxshi o'rinlab, aslida boshqa anglagan, lekin uslubi o'zgartirilgan mush naqshini sahnada ravus bir pishqan qiyofatda o'rinlab ko'ringanlarimizniki rozimanlikni qo'llab o'tganlar qo'yaman. Sahnada menimcha bu ishga mayir cho'qim mening umidimni yerda qo'ymaydi.
ki Boztorgay sayrimyesan ne bolgan Osmondagi Boztorg'ay sayrimisan ne bo'lg'ay Miskin dilni mung bilen Boztorgay Dinimisan ne bolgan Meskin dilni mung bilen Boztorg'ay qiynimisan ne bo'lg'ay Oynaymiz karanlıkta, yaşlıkta, saranlıkta Oynaymiz karanlıkta, yaşlıkta, saranlıkta Osurguyum eşimga Çille konsan ne bulgay Osurgay Boztorguyum beşimga Kilip konsan ne bolgay Boztorgay Al tekillik alemde Boztorgay Dinimisan ne bolgay Oynaymiz karanlıkta, yaşlıkta, saranlıkta 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 Qanday qolsa hamda yetakchi ustozlarning bahasi shundaqla yana tavsiyasini anglab boqandik. Bo'ldi. Xo'sh, Abdulla ustoz. Assalomu alaykum yigitlar. Va alaykum assalom ustoz. Boztorg'ay degan naqshini nayt chiroyli o'rlab berdinglar. Bu ikki inimizmi bizning bu qatim musobaqada bolalarimiz bir-biridan qilishqisiz bo'lyotdi. Naqsh etish texnikasi, hissiyoti, hayajoni hammasi bir-biridan qilishqisiz. Arshidinning ovozi bir oz kuchliroq, muqimroq. Yani kendi Ubul Qasım'ın ovozi hissiyatli, hayajonliroq, yumshoq. O'ynab turdi. O'ynab turdi. Bu ikkisining shunday bir-biridan qilishqisiz alaylikdir bu bolalikka. O salomga albatta 2 yil o'quvchi lazım, bunu biz bilamiz. Lekin birini amsa qolmaydi.
Boztorg'ayni ilgiriki balkim sizlarga disko bansini anglagan bo'lishingiz mumkin. Melodiyada hech qanday o'zgarish yo'q, lekin hayajonlari ayda joyida, bolalarning hissiyotlari joyida. Men bir o'quvchini tavsiya qilishim kerak. Obulqosim. Rahmat. Nurnisa Abbas Ustaz. Sizning tavsiyangiz. Arshidin Obulqosim yigitlar nayt yaxshi o'rindab berdinglar bu naqshini. Buningdan ko'rib aql bo'ldi ustoz Adila Sidiq singlimizmi? Jiq ajrlarni qilibdi. Yosh notalarni tarbiyalab, mushunchalik qatag'i qo'shish oson emas. Shunga hamda Adila singlimizga cho'qim birinlarni tavsiya qiladigan ishgan Arshidinga. Xo'sh, bir bo'ldi. Qilchaqir Aydin ustoz. Havadiki Boztorg'ay sayrimesang ne bo'g'ay. Abrin kichikning jiyanimni qiynamasang ne bo'g'ay. Boztorg'ay emas, Boztorg'ay. Sen o'zingning shaydasi qalbim naqsha deryasi. Bunun bir şey bırakır mı? Bu nakşan şey bırak, bu maçtak nakşa bu. Yani bunu asasiyatın toğra milletini bırak şeylerine biraz diyor. Küçükinen ciğenim ne diye de Obulqosim sizin isminiz ha? Erşid. Kedimisan ne boğa yokuladılar. Bunun hem de yaş balalarının sizlerden bek suyundum. Başta halk naqsını Adile'nin ümit arzu olur muşutti. Muştak halk naqşlarımızda, muştak rock uslubda, muştak caz uslublarda, muştak itibasa yaşa orlasıdır. Bu resmi Uygur'un naqsı şu. Bana bunu bizge xas deymiz. Biz milletimizge xas narsa. Sizler yaşlayan davamlıq Jiq olsun, muştaq uslubda naqsh o'rilsa, nimga yaxshi. Anadagi buni puraq shivlarni biroz diqqat qilinglar. Mana mukammal o'rganinglar. Tavsiya qildim. Adila xonim bu 2 yil bola shundoq munavvar ekan. Yaxshi. Obulqosim 2 bilet, Arshidin 1 bilet. Avval baharınızı anlap bakaylı. Obulqosim bilan Arshidin Arshkilsi naytdi qizg'inligi va o'zining kasbini so'yadigan naqshchilar. Qisqasi Obulqosim men bilan oliy maktabni bir fakultetda o'qigan ikkimiz. Arshidin bo'lsa naytdi o'ziga ishonchisi bor. Ikkilisining kim shu ovozning uslubi shunaqla naqsh aytish mahoratiga qarab Abdulla akamninki aytib qo'ygan shu Boztorg'ay degan naqsini ulgi qilib, o'zimizning shunaqla hissiyotini singdirib bu naqshni ichiga bugünkidek bir sahnaga elib chiqdek fursat bo'ldi. Har ikkilinglarningki bu naqshni intayin yaxshi o'rindab berganinglardan bugun shundan rozi bo'ldim. Obulqosim, qo'yma shu naqshi o'rindagan vaqtimizda men bir narsaga hayron qoldim. Hozir qadar bir mumayir taxi dadil holda oldiq yugurib tax sahnadan tushib ketay degan apallik berib baxmidi taxi. Qandoq bir kuch ishtirvatdi ashaga? Endi o'qituvchimiz bizga shu Boztorg'ay degan naqshini bo'lgan vaqtda oldiq yuguranglar deganman. Endi oldiq yuguranglar demadi, lekin endi dastlabda Abdulla akam buni 2005-yilga tanasüga degan deyimiz bor aka. O'sha chog'da anglaganda menga bak ta'sir qilgan, shunchalik endi mana shu Uyg'urcha bunday DJ endi bak jushqun ritmdagi bir naqshdi bu. Keyinchi bu naqshning bunday xalq naqshi ekanligini uqqandan keyin xalq naqshning bunday bir xil jushqun esi bo'ldi ekan deb mendan bir xil uyg'onish ham bir aldır intilgan bir xiyol paydo bo'lgan ideya. Keyin shu melodiya guruhiga qatnashgandan keyin ko'midlam bu naqsh menga kelib qoldi. Sahnamrim Arshidin bilan deyishib, Mustafa bilan paranglashib repetitsiya qilgan jarayonda sho'xliq anandan keyin shu ovozim shu naq maydonda qiyib ketmay, sho'xliq bilan ovozning turaqligidan bir yerga akilib turib, shu eng muhimi shu o'qituvchimiz bizga bir gapni dedi. Har biringlarning shu naqshini yaxshi ko'radigan, sizlarning naqshinglarni o'zini bir xil
Hatta köngül yerim bolganym çuqum sizlerning naqşlardan anglaydigan havaskorlaringlar bo'lishi mumkin. Sizlar birinchi o'p shularga aningnikin o'zinglar yuz keladigan bir ishni qilinglar degandan keyin o'zimmi sho'x narsalarni yaxshi ko'rmay, ish qilib bilib bilmay asha qanday ketib qolganimni uqumdim, lekin mush ritm meni ashaga mog'diribdi. Yaxshi. Erşidin, Obul Qasım aldıq jugagan vaqtida sizda qanaqa hissiyat bo'ldi? Men keyin jugaydaydigan hissiyat bo'ldi. O'zim tutolay degan hissiyat bo'ldi. Nimish o'zim tutolay deydigan hissiyat bo'ldi, chunki bu naqshini funky uslubda o'rnagan keyin cho'qim intayin sho'x, intayin kang shundaq bir xil hayajon ilkida o'rinlash kerak. Nimish tutolay deymiz? Obul Qasım menda sal sho'xroqchi o'zi. Shunga Yosh kuchog' bo'lgan bilan. Xo'sh, unda qolsa Adila ustaz. Hamda eng oxirgi qarorimizni chiqaradigan vaqt keldi. Melodiya guruhim kirgan har bir mayriga 1 soat darsda musobaqa o'tib ketadi. Xuddi birinchi qitimliq Ipak yo'l sadasi o'tib ketganga o'xshash, ikkinchi qitimliq Ipak yo'l sadasimi o'tib ketadi. Lekin biz qolimiz, bizdan keyingi o'rnamoqchi bo'lgan ishlarimiz yana mushayda qoladi. Biz keyingi ahvolimizdan g'alaba qilganni musobaqadan keyingi ahvoldan ko'rib, shuning qarab baho beramiz degan. Bu musobaqadagi tanlash, shallanish degandeklar amaliyotda biz kichik vaqtimizda o'ynaydigan terak, ko'k terak, sizdan bizga kim kerak deganga o'xshashlar bir o'yin xolos. Sahnadan tushib ketamiz, biz yana bir guruhninki a'zolari bo'lamiz, bir oila a'zolariga o'xshash bir-birimizga do'stlik, mehr-muhabbat bog'ildik. Faqatlar bu sahnada qat qilish, qatqamaslik masalasi. Katak sahnaning ustida qat qilish, qatqamaslik masalasi. Lekin sahnadan tushgandan keyin biz yana davomli o'zimizning o'z orzu-armonlari uchun, naqsh kasbimiz uchun, o'zimiz so'ygan naqshlarimiz uchun yana davomli izchil turishimiz, kurash qilamiz. Melodiya guruhida yana davomli raqobatga qatnashadigan mayur bo'lsa, bir xil esiltan, bir xil umtulg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari bir xil esiltan, bir xil umtulg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari. Şinjan televiziyasi Ipak yo'l sadasi programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatidan hamkorlashgan bo'lib, Karvan To'ri tor bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan Ipak yo'l sadasining tor va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida tor va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozil programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 3 1 547. Abide soda suyuning huzuri boshqacha. Abide soda suyu. Melodiya guruhida yana davomli raqobatga qatnashadigan mayur bo'lsa, Arshidin. Muborak bo'lsin. Rahmatlaring. Muborak bo'lsin. Qani, Obul Qasım. Hozirgi hissiyat. Dastlab mush musobaqa boshlanishdan burun mening ideyamni tayyorlab bor. Yani o'zim bir xalq o'qituvchisi, mush tilarbiyat dars bermay oldin qatim degan buni. Endi mush musobaqa chammikim haqiqatan bak tasga to'xtagan meni. Endi ushaq ruxsatlarni so'rash deymiz. Endi hammamizning idora organ ishlayotganlar bilishi mumkin. Lekin bular bu yoqda to'p tursin, hammasi hal qilib ketgil bo'lgan ish. Eng muhimi shunchalik uzun vaqtdan beri yaxshi ko'rib, mush ish bilan shug'ullanib keldim, lekin menda bir qo'rqinish bor, masalan sahnaga chiqay bo'pti. Mag'lub bo'lsam qandoq qilaman deb ash qo'rqinishni mana 6-7 yil yaqin yutib yurgan o'zim bilan birga. Lekin oxirida mush musobaqaga qatnashdim. Burunqi tayyorliklar qatnashgandan keyingi mush Melodiya guruhida repetitsiya qilgandagi mush bir bilik jarayonlarni o'ylab baqsam, asli mayli qanday bir ish bo'lsin, bir yiqilib beqish kerak ekan-ku. To'g'ri.
Endi meniki hozirgi o'zim ko'nglimda o'ylayotganim, mening haqiqatan mening udullam gap qilma, mening shu guruhni davomli qilib, yana oldi qarab menish niyatim bor. Buning uchun o'zimda tayyorligim bor, lekin bugungi ishmi shu tanlash mushtaq bo'lib qoldi, lekin men ko'nglimda yana davomliqlam o'zimni shu melodiyaning bir a'zosi sifatida o'ylayman. Keyinchi yana mushtaq bir hamkorlashadigan fursatlar bo'lsa, men cho'qim har qanday vaqtda vaqtimni chiqarman. Ustozlar qubul ko'rslam. Rahmat. Amaliyotda bir bu qitimliq musobaqa, bu qitimliq mushu programmaning mushu raqobatida bu yiqilib tush bo'lib hisoblanmaydi. Bu jarayon intan go'zal bir jarayonchi. Nurg'unlagan narsani his qilib oldik, nurg'unlagan narsani o'rganib oldik. Bu jarayon yiqilib tushish bosqichi emas, balki ko'klash bosqichi. Umid to'g'ri deysiz. Mening nazarimda bal qo'yib o'tish, yiqilib tushishning eng notisi. Xo'sh, unda qolsak, qani ustozimiz bilan xo'shlashib olaylik. Qani. Talabchan Bog'van Obul Qosimning bugungi ifodasi yaxshi bo'ldi. Obul Qosim apandining 10 necha yil davomlashtirib kelgan naqshi o'rinlash havasini texnik taraqqiy qildirishini umid qilamiz. Ovozingizga texnik yangroqlik, kasbingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Endi sahnimizda raqobatlashadigan makirlarimiz bo'lsa, G'uljidan kelgan Jalol Anvar bilan Xotandan kelgan asli kasbi usulchi bo'lgan Ershad. Tuvandagi guruhimizda Jalol bilan Ershad o'zaro raqobatlashadi. Men Ipak yo'lida qatnashib, 4 ustozni o'rildirib, o'zim nayt xush bo'ldim. Adliya ustozning guruhiga, ya'ni Melodiya guruhiga kirdim. Kirganligimdan o'zim nayt xush bo'ldim, men faxrlandim. Men Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, Melodiya guruhiga tanlanganligimdan intayin xushal, hamda Adila muallimdan kasbiy bilimlardan tarbiyalanganligimga intayin xushal. Sahna hamroyim Jalol bilan tanishganligimdan ham intayin xushal. Melodiya guruhiga kirgandan keyin azumgan bilimlarni oldim. Naqsh etish bo'lsin, yuqori ovoz naqsh etish bo'lsin, tuvan ovoz naqsh etish bo'lsin va yoki boshqa uslub naqsh etish bo'lsin. Azumgan bilimlarni o'zimga qabul qildim. Adila muallimdan kasbiy bilimlarni elish sharfiga erishganimdan intayin xushal. Men mashq jarayonida o'zimningki kamchiliklarini, ham shundaqla ortiqchiliklarimni tunib yetdim. Jalolning ovozi nihoyat yumshoq, yuqori ohangli naqshlarni yaxshi o'rindaydi, puroqqa nihoyat boy. Ershadning ovozi yumshoq, shundaqla puroqlarni yaxshi ola oladi. Shunga men bu ikkisini bir guruh qilib, iltija degan ijodiyatimni berdim. Bular nihoyat o'zlashib ketdi bu naqshiga. Mavzuni ortiqchilikni joriy qildirib, kamchilikimni texnik to'liqlab, do'stim Jalol bilan tomoshabinlarga yaxshi bir numr sovg'a qilsam degan umiddaman. Men o'ylayman, bu qitimqi sahna hamroyim bilan yaxshi bo'lgan bir naqshni kang tomoshabinlar ham shunday qilmasligimga so'zsam, men shunga qo'shaman. Menimcha sahnada cho'qim rolni yaxshi joriy qildirib, mayirlarimizga texnik kuch-quvvat bag'ishlaydi. Səhərdə sabah Yiraqdin sada Muhabbət vida Bu dərdkə mubtila Bulğan kimgə baş bana Ken baş bana Yalnız dilemini Yirak kesen Anamdek Bağri illik bir payap Zımında gül bulup içilsem Men her yanda İltica
ah sana iltica eyledim ben vay sana. Kimler seni esleydi menimce, kimler seni küter menimce, kimler seni esleydi menimce, kimler seni küter menimce. Ah vurup yığlaşını hop kürmey, güzel hayat ligim hamar. Ah vurup yığlaşını hop kürmey, güzel hayat ligim hamar. İltica eyledim ben vay sana. İltica eyledim ben ah sana. İltica eyledim ben vay sana. İltica ikki yigitning iltijosini angladik. Amaliyot mundaq bir qiziqish bor. Ershadning bir naqsi botdi. Xolamasman 3-chi bo'lishni deydigan. To'g'ri, to'g'ri. Shundaqmi? Ha, to'g'ri. Xolamasman 3-chi bo'lishni deb bo'lgan keyin tuyuqsizlar bu yerda bir siqib kimlar bilar deydigan naqshidan birini so'qqigan. 3-chi bo'lishni xolmayman desa, kim bildi degan gap bo'ldi-da bu. Xo'sh, bu ishkaylarni bir guruh qilib qo'yibdi. Undaq bo'lsa, amaliyotda bu Adila Sidiq ustozningki ijodiyati. Hem o'zi o'rinlagan naqsha shundaqmi? Unda qolsa endi ustozlar bilan yetakchi ustozlarning qanday bahasi bor, shundaqlar tavsiyasi qanday qildi? Anglab boqaylik. Bir Nisa Abbas ustoz. İltica namlıq naqsha chiqinglarning ovoziga tushibdi. Ershadning ovoz doirasi xili keng. O'sha naqshaga tushibdi. Ko'p tirishyotdi. Shunga Ershad. Shuning uchun Ershad. Rahmat ustoz. Abdulla Abdurim ustoz. Mishada o'zimiz yaxshi ko'rgan ustozlarning qo'lida tarbiyalanishimiz va ulardan yaxshi baholarni edishimiz bizga olg'a besishimizga turtkilik rol o'ynash kerak. Men bu ishga enimning aytib chiroyli naqsha ayta oladiganligini bayqab qoldim. Bundan keyin bu Jalolning akasini tanıydı ekanmiz biz, ha? Bilal. Bilalni, ha? Bilaljonning inisi masi. Unda qarasam o'zimni akasiga o'xshaydi-ki. Shu akasidan o'rnak olgan ishlami bodek turda naqsh etish uslubida. Bo'pti. Men Jalolni tavsiya qilay. Jalol. Rahmat. Rahmat ustoz. Dilshod Raydin ustoz. Jalol Ershad ishqinglar iltijo degan bu naqshni nati eslat yaxshi o'rildinglar. Bu Jalol oldingi qitimda nati yaxshi naqsh o'rilgan. Ma qitimda mana naqshni ishqinglar nati yaxshi o'rildinglar. Endi mening tavsiyalarim Jalol. Rahmat. Xo'sh, Adila Sidiq ustoz, bahoringiz.
Ershad bilan Jalal bu ishga moyir. Jalalninki birinchi aylanmada ifodasi shunday yaxshi bo'lgan to'rt ustozning hammamiz o'rilib Jalalga madad bergandik. Shunday bo'lgandan keyin Ershadni men Jalal bilan sahna hamroyi qilgan vaqtimda Ershadga ko'p bisim bo'ldi. Ershad uning ustiga naqsh etgan tarixiy stajanchi uzun emas, shunaqo yangidan o'rgangan. Hozirgi zamon uslubdagi mayli xalq naqshlari bo'lsin, amibab naqshlar bo'lsin, hammasini yaxshi ko'rib tanlamay aytdi ekan. Jalal bo'lsa o'zi bir ham yaxshi naqshchi, shunaqla bir yaxshi ijodiyatchi. Oldingi aylanmada bizga o'zining kimlar bilan degan ijodiyatini aytib, hammamizni shunday ta'sirlantirgandi. Bu qitimni bu ikkisining ovozchisi shundaqla naqsh etish alayligi qarab, men shu iltijo degan naqshamni bularga eng tushir ekan deb topshiriq qilib bergan. Degan ikkisi shundaq yaxshi o'rindab ketdim. Har ishga o'quvchim shunchalik tirishchan, qizg'in, jo'shqin. Astagfirullah. Azroq o'ylashinglar. Azroq. Kimlar bilar nomli bu naqsha Ipak yo'li sadosi programmasida qo'yilgandan keyin shu yaxshi ko'rish nisbati kishilarning intan yuqori bo'lib ketdi. Bu to'g'risida sizga azroq bir baholar keldimi? Baholar keldi. Masalan, yaxshi aytibsiz. Bu organ talaffuzga odatda yaxshi aytibsiz, unda aytibsiz deb. Masalan, so'raydiganlar bor, bekkash qolmang deb chaqchaq pingling yozib qo'yganlik. Baholarni yozib qo'ygan. Baholar yozib qo'yganlik ashta ishqib har xil odamlarga o'ylig'ini o'xshash bo'lmagandek, bergan fikrim o'xshash bo'lmaydi. Ishqib bo'ldi, yaxshi. Demak, shunday yaxshi baholarga erishgan vaqtida odamning texnik bir qadam oldiga ilgirligisi keldi, shundaqmi? To'g'ri, unda yaxshi fikrlar, yaxshi talablar tushayotgan chog'da bizga ham bisim bo'ldi. Bu bir naqshdan to'xtab qolmaymiz biz. Ham kichik ham yosh bu kasbni suyib natijali bo'ldi, mana kasbdan nantib yavatimiz desak bo'ladi ham hisobda. Unda qolgandan keyin bu bir naqshni chiqarib qo'yib ham to'xtab qolsak, hamda bizning o'zimizga tushliklik, bizning qo'llovchilarimiz bo'ldi. Yaxsan ota-onamiz, akalarimiz hamimiz qo'llab, quvvatlab, tam shay kichik qo'llab keldi. Hamda qo'llovchiligimizni o'ylamasak, ota-onalarimiz uydagilarni o'ylagan asosda biz cho'qim bu ishni boshqa qilib chiqishimiz kerak. Yaxshi. Ershad, ayni vaqtda shu xohlamasman 3-chi bo'lishni degan naqsha o'xshashlar, shu yoshlarning inta yoqtishi ko'rib anglashiga erishgan muyassar bo'lgan bir naqsha. Shu vaqtda nimishqa bu naqshani aytishni o'ylab qolgandingiz? Chunki siz u naqshning ichida 3-chi shaxs bo'lib qolsiz emasmi? Bu maxbiydi asli. Voy, bu yerda bir boshqa bir voqea yuz berib nima? Yo'q. Men o'zim shu men naqsh etishdan gitar chalishga bek qiziqmanchi. Endi biz naqsh ijodiyat qildik deb cho'ng tipchiki hamda bu narsalarni qilamiz, lekin hozircha qilib bo'lmadik. Lekin shu naqsham deminingki beshimdan biri o'tgan, ham o'zimningki yurak so'ziga o'xshash. Shu o'zimni bir yurak so'zini ohang qilsab, do'stlarga o'rtoqlashdim deb o'ylayman. Unda qolsa ikkilanglardan o'xshash savol so'ray. Bugungi ish badanglarga o'zinglar qanday qaraysizlar? Hamda menga chiqishdan burun odam sal dal bir xil jiddiylik bo'lib qoldi ekan. Jiddiyleşmeyme deb o'zimga shuncha qaytim dedim. Lekin hamda nemishkin bir xil bisim bilan chiqib qoldik. Nech qaytim dedim, gap anglamadim. Gap anglamadi. Lekin chiqdim. Hamda oldin qaytim qargan chog'da, lekin o'zimda xil ilgirlashib deb o'yladim. Mana Odila ustozdan keyin tarbiyalashida bizga shaxsan bu Odila ma'lum ovoz dars berib qolmaylam. Hamda mening shaxsiy o'zimning o'ylig'ini bizga psixik jihatdan dars o'tdi deb o'yladim men. Nurg'un jihatlarni dars o'tib bizning kattaki shu muzikaga bo'lgan ko'z qarashlarimizni ba'zi o'zgartib, ishqib bir xil boshqacha bir xil, yangicha bir xil tuyg'ularni berdi bizga. Endi bugun endi ko'ngildagidek qilamadik. Endi aqidim Dilshod Raizmi so'z degandek, ko'ngilda ko'p kelsa, sahn do'shim do'sana deb degan. Rost endi bu ko'nglimdagidekmi bo'lmadi, lekin endi yaxshi yetishib tirishdim. Men endi mening naqsh etish uslubim bize oddiy. Bize oddiy uchiqlar. Endi ma'vo Odila ma'lum o'rilgan naqshga o'zim tunjiqdim olgan vaqtimda bu naqsha qiyinlik darajasi xil bor ekan. O'zim sen menga rasga qilsam ras bisim bo'ldi.
hal qiliq vaqtga keldik. Eng oxirgi qaroringizni anglaymiz. Yaxshi o'rindimdiq degan gapni qilmanglar. Nayt yaxshi o'rindinglar. Men bo'lganmisam hammalarga 100 numar berib hammalarni ep qog'im bor endi. Lekin musobaqa degan shunday prinsip tuzum bo'lganligi uchun musobaqa bo'ldi ekan. 3-aylanmadagi raqobatga yuzlanadigan Mayir Karvan marka ishlari. Karvan marka ishlari bölümü marka engaldirish, kasbiy marka loyihalash, shirkat korxona qurish, buxgalterlik maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marka ishlari bölümü marka ishlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. 3-aylanmadagi raqobatga yuzlanadigan Mayir Jalal. Muborak olsun. Muborak olsun. Rahmat. Xo'sh, unda qolsa eng oxirgi yurak so'zimizdan oltaylik. Mening yurak so'zim bo'lsa, shu meni qo'llagan ota-onam, barliq urug'im, ayolim, kichik qizimdan boshlab hammamiz qo'llab keldilar meni. Bularga chin ko'nglimdan rahmatimni aytman, do'stlarim, xizmatdoshlarim bor. Menimcha bu seni kelishdagi maqsadimga 80% yetdim deb o'ylayman. Nimishqa deganda men bu seniga faqat yoki birinchi bo'lish yoki ikkinchi bo'lish yoki mashina ekilish uni o'ylamgan. Men faqatla o'zimning shu naqshi itqoqida bir rohat etishni o'rganish uchun muntazam bir dars olaychi deb kelgan maqsadda kelgan u maqsadimga Adila Ma'lum orqali yetdim. Hem davomli yetyapman. Shu men Adila Ma'lumdan 3 narsa o'rgandim desam bo'ladi. Birinchisi shu naqsh aytganda ovozni qanday boshqarish, qanday kuchash. Andan keyin ikkinchisi shu naqsh aytganda qo'rqmaslikni, o'zga ishonishni. Andan keyin uchinchisi bo'lsa shu bir naqshchilarda bo'ladigan fazilat, sapa, bir kichik belliq o'rganib oldim. Yana o'rganadigan bir 4-5 turlik narsalar bor. Uni o'rganimizda kechdi-ku. Uni maxfiy hozir so'rasam baribir deb bilmaysiz. Xo'sh. Amaliyotda bu sahnadan ayrildik deganimiz Melodiya gruppasidan menga ayrildik degan gap emas, shundaqmi? Ha, shu siz ko'zlayotgan, shu siz o'rganishni orzu qilayotgan 4, 5, 6 shundaqla 10, 100 gacha bo'lgan shu mahoratlar Adila Sidiq Ma'lumda bor. Unda bo'lsa, qani Adila Sidiq Ma'lum bilan xo'shlashaylik. Qani alqishlarimiz bilan Naqshida hissiyot to'limi mo'y. Ershadning hissiyotga boy o'rlash mahorati yoshlarimizni jalb qilib oldi. Biz Ershadning yoshlarimizning umidini yerda qo'ymay, esil naqshlarni vujudga keltirishini umid qilamiz. Diyarımız ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sudasi va Mir Sharifda ishlab chiqarayotgan Shinjang Abida Biopentexnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizda mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan, mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Shinjang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, Ipak yo'l sadasi programmasining 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlar katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamran buaqla mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjang Kamran savdo chekish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 2-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sudasi va Mir Sharifda ishlab chiqarayotgan Shinjang Abida Biopentexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 3-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Shinjang Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. 4-darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Shinjang Mo'tibar xalqaro savdo chekish shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Endi sektimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Kamran Komil bilan Erkin Abduvojitov. Yana bir guruhimizda Kamran bilan Erkin ikki mahirimiz o'zaro raqobatlashadi. Kamran bo'lsa bizning oramizdagi
R&B naqsh aytadigan tunji mayir, birdan bir mayir. Shunga men Kamronga yaqindan ijod qilgan R&B funk uslubdagi naqshdan birini berdim. Menki İpek yo'li qatnashdagi naqshdan men burundan ular cho'ng sahnaga qatnashib boqmagan, endi men bu sahnaga. Shuningga birinchidan o'zimni sinab beqish. Kamronninki naqsh aytish alayligi qarab R&B funk uslubdagi Demma degan yaqindan ijod qilgan naqshamdan birini topshiriq qilib berdim. Nayt tezda o'zlashib ketdi. Men ilgari bu naqshni Gulmiraga ayolcha qilib yezib bergan Kamron buning aranjisini aytadigan bo'ldi. Adila ustozning menga bergan topshiriqi o'ziningki yaqinda ijod qilingan Demma degan naqshi, bu naqsha uslubdan funk uslubiga kirdi. Bu topshiriqqa ish qilib hali tasdiqladi o'zimni. Bu sabab tufayli men butun guruhdagi savodoshlarimga mayli ustozga jafo chekib kecha kunduz uxlamay muzikamizni ishlagan Melodiya gruppasidagi barliq aka-adilarga rahmatimni bildirib olaman. Bir-birimizdan ayrilib qolgan musobaqa jarayonida. Biroq bizning qalbimizdagi akif-kubuk munosabatimiz yoki do'stlik munosabatimiz mangu shunday bo'laverdi. Hamma savodoshlarimni, akalarimni, adilarimdan yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Kamron bilan raqobatlashadigan erkin yamayimiz Qozog'istonda bo'lganligi uchun bizningki mashqlarga vaqtida qatnasha olmay qoldi, har xil sabablardan arliqchiroq bo'lganligi uchun men bu odatda unda telefon orqali erkin mayirimizga naqsh aytishni, shundaqla ovoz chiqarish degandek mashqlarni qildirdim. Erkinning ovozi nayti yangroq, o'zining naqshini o'zi ijod qilib aytadigan ishdan sirtqi naqshchi Qozog'istonlik. Men Erkinningki texnikada o'z rolini texmi yaxshi joriy qildirib, tamtirmay naqshining ko'nglimdagidek aytishni umid qilaman. Yalvarırım güzel gel
Talant sizdə. Isil tam, Abida olma və limon tamlik soda suyu. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, shundaqla ustozlar. Amaliyotda bizning bugun shu Kamran bilan raqobatda bo'ladigan mohirimiz Erkin Vojidov Qozog'istondan kelgan mohirimiz bo'lib, ma'lum sabablar tufaylidan bugungi naq maydonga kelmadi. Shunga biz Erkin Vojidovni o'zligidan chekingan bo'lib hisoblaydiganga qaror qildik. Shunga Kamran, sahnamizga marhamat. Dima nomli bu naqsha yangi ijodiyat. Kimning ijodiyati? Adila Ma'lum. Adila Ma'lum ijodiyati. Bir anglasada Adila Sadiq ustozniki shu furoqlar bor, masalan R&B, o'tirliqda rap qo'shilgan. Shundaqmi? Sizga shundoq tushibdi bu naqsha. Tushganda ben jiddiylik uxlaymasam rapni unutilib qoldim. Hayajonlanib ketdim. Hayajonlanib ketdi, ha? Hech nimaydi. Xo'sh, shunda qolsa endi biz yetakchi ustozlarning bahosini bir anglaylik. Qanday? Vallahi. Qani, Abdullah Abdurim ustoz. Bu balığı hammamizga tunishliq, bularmi bizga tunishliq, endi oldimizda cho'ng bo'lgan bola. Bu Kamran dastlab seni sahnaga kimga chiqqan? Naq Abdullah Abdurim ustoz bilan birinchi qitim sahnaga chiqishim. Bu bek kichik, yomon, bek umoq bir vaqti. Endi shu sahnaga itlab chiqsa chiq qilib bo'ldigan vaqti. Bir futbolni ko'tatib buningga. Aşını tip oynab ishkimiz dadbalning milqi rolga chiqqan. Ha, uning yaman uzun yil bo'libdi. Bunda qarasam, buni Kamran hozir bizning Jipakuli sadosi programmasiga musobaqa kagidek yashib ketdi. Buni qarab boy naqsh etyotdi baydan beri. Anda men o'zimning yaman cho'ngib ketganligimni his qilib qoldim. Ya, qayshib bitiribsiz? Shub biti. Rahmat Juma. Ey, ukam, sen pek yaxshi adam. Rahmat. Abeydulla Turdi akamiz biz texe yap-yash deb yezibdi shu ishida. Yap-yash degan bilan uni aytgan emasmi? Yash. Ilgirlash zo'r menimcha. Chunki Kamranning bir naqshini anglamagan ekan biz. Hozir bunda qarasam, buningda R&B'ning o'sha ustoz o'rgatgan narsalarni shunda tirishib chiqarishga tirishyapti-ku. Bu yesh kichik o'g'ashqa balkim chiqayotgan puroqlari, berayotgan hissiyotlari o'zining boshqarishiga bo'ysunmay qolishi mumkin. Ta'zi joyida qilmay shunga abay to'xtagandan keyin ichida naqshni aytyapti bu yana bir taraf. Hech kim bilkar yo'q. Bo'pti, endi nima deymiz? Taxe rost ovoz bilan yolg'on ovozini birlashtiryapti. Xo'sh. Rahmat. Nurnisa Abbas ustoz. Bu Kamranga deydigan gapim mag'rurlanib qolmay oldiga qarab mangayli. O'zi muqamlashgan chiroyli yigit bo'pti bu. Umoq bo'pti bu. Bak umoqga texe oxirida ashi hissiyatdan chiqib ketib bo'lmay, aytadi texe ashi aytib bo'lmagan yerincha rapni unutib qolgan yerlar va tekstni shuni ashayliq deb deganim umid bilan biz faransiyadik o'zining naqsini aytayverdi. Qallasida gap yo'q buning. Gap raplar buning qallasida. Hozir tushibmish ashani yana qayta aytib mangda hamda uy kashda uxlig'icha. Hamda ashi muzikanchida naqshida bo'ladigan hissiyatchi to'g'ri hissiyatmi shu? Ashda bo'lish kerak. Men sizni qo'llayman. Rahmat ustoz, rahmat. Dilshod Raydon ustoz. Kameraman ko'p qirliq. Bu mushul emas, bu xili undan baqa liriklik naqshlarim yaxshi oldin qatam superin aytding-ku. Yo'qmi? Ha, u gitarchi naqsh aytdi bu taqa. Sen hozir sahnada chiqding, kinodami rol olding. Kinoda og'ar rollarni ko'rdimcha, yaxshi. Undan ilanlardi bor sening surating. Bugun naqshida ko'rdim. Sen zodi nima ish qilmoqchi oxiri? O'zingning bir orzusini deb baqa. Mening orzuyim men shu yaqindan boshlab deganim sal bir muzika degan mudaq narsa degandan boshlab shu yangi zamon muzik uslubi R&B, jazz, blues, funk degandek uslublarni yaxshi ko'ratdim. Endi meningki orzuyim, bu mening eng chong orzuyim. Kichkidan birsi bor. Doktor bo'lish deysan, ha? Mening eng chong orzuyim biz o'zimizningki chalg'i asboblari bilan bo'lsin yoki millicha bir xil
narsalarimiz bilan bo'lsa, shu yangi zamon uslubini biz ash narsalarimizga qaytib aytsak yoki chalsak, shu mening eng chong orzuyim. Yaxshi. Yaxshi. Yigitdek javob berdi. Xo'sh, Adila Sidiq ustoz. Kamran bizning guruhdagi eng kichik mayir. Bu yil endi 17 yosh kirdi. Xuddi ustozlar aytgandek, ilgi bitmadi. Mening mushtaq darisi mushtaq keyin nafasga aytadigan mushtaq qiyliq darisi sal yuqori naqshini topshiriq qilib bergandim. Budistdan chiqdi, muborak bo'lsin Kamran. Nayt yaxshi masanda rozi. Rahmat. Kamran o'z bir parcha o'tdaklash, o'zini parvonadek yiqib turdi ekan, shu yaxshi ko'radigan kasb uchun. Qisqasi san'atni yaxshi ko'rdi ekan, chilliqni yaxshi ko'rdi ekan. Hozir haqiqatan o'ziniki muqim bir yo'lini tutib mang'amayotganmi, nishoni sal o'ziga g'uva bo'lgan bo'lsa-mu, lekin kelgusidagi shu orzu armonlar uchun o'ziga qattiq puxta asos solib selayotgan bir yoshlarning biri. Bu ro'yidan o'rganishimiz kerak. Yuraksizlarni anglataylik. Adila ma'lumninki mushnaqsini olgan chog'da topshiriq qo'limga olgan chog'da narasga qilsam o'zimga ishonmagan. Men qat'iy ishonmagan o'zimga. Men bu naqshni aytolmayman desam, oxirida o'zimni g'ingshib mashq qildim, lekin yaxshi mashq qilolmadim degandek. Shuning bilan Adila ustoz, sen aytalaysan bu naqshni. Sendan boshqa hech kim aytolmaydi, buni cho'qim sen aytalaysan deganda, men tutira Adila ustoz bunda davosi men aytolmayman desam, bo'lmaydi deb oxirdan bir g'ayrat kelib, haqiqatan nafas pek qiynalib qoldim, hamda rost gap qilsam. Lekin rozi o'zimdan. Rozi. Sizni aytib kichik turib mushundaq yaxshi natijalarga erishdingiz. Sizning bu erishgan natijalaringizga xeyli cho'ng odamlarni erishamaydi. Biz ko'rib turibdik, erishamayotganlarmi bor. Demak, mening sizga beradigan tavsiyam ham tarbiyam, siz mag'rurlanmasligingiz kerak, yana davomli oldingiz qarab men. Siz cho'lpon bo'lish uchun san'at bilan nafilashmay, san'at uchun cho'lpon bo'lishga tirishing. Alloh rahmat. Intay tushunish bo'ldi, shunday-ku. Bizning Kamran bilan raqobatlashadigan yana bir mohirimiz Erkin Vajdov kelanmaganlik sababidan bugun keyingi bosqichga qadam qo'ymoqchi bo'lgani bo'lsa, Kamran Kamil. Muborak bo'lsin. Afsus, Erkin Vajdov programmamizga kelamadi. Ammo Kamranning kelarki bosqichga qadam qo'yishi bu sababdan emas, balki o'z tirishchiligining natijasi. Diyarımız ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sudasi va Miri Sharifda ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopentexnik taraqqiyot shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizda mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan, mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, Ipak yo'l sadasi programmasining 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlar katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamran buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran Sodichek shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sudasi va Miri Sharifda ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopentexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tibar xalqaro sodichak shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Endi Melodiya guruhimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, San'at institutining tunji qarorliq muqam sinfiga qabul qilingan Abdukim Abud bilan Oyildagi e'tiborli qiz Shanxay muzika institutini bitirgan, hozir Xinjiang san'at yurti opera o'mkida ishlayotgan Gulbanom Erkin. Kundagi guruhimizda
Abdikim bilan Gulbanum ikisi o'zaro raqobatlashadi. Gulbanum Shanxay Musiqa institutini bitirgan. Men Adila Sidiq muallimninki Melodiya gruppasining bir a'zosi bo'lganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilaman. Men ikkinchi qatimliq Ipak yo'li programmasiga qatnashib, Melodiya gruppasiga kirganligimdan intayin xursandman. Bu jarayonda Adila muallimning ko'plab kasbiy jihatda yetaklashi ostida ko'plagan kasbiy bilimlarni egallab oldik. Uzun yıl san'at sohasida ishlagan bo'lsam-mu, o'zimda nurg'unlagan kasbiy jihatdagi kamchiliklarning borlig'ini his qildim va shu jarayonda kamchiliklarimni to'liqlab, Adila muallimning yetaklashi ostida yaxshi bo'lgan bir san'at bilimlariga ega bo'ldim. Gulbanumninki naqsh etish uslubi bilan Abdikimning naqsh etish uslubi asosiyatdan o'xshab qoldi. Xalq ohanglari cho'ng tipdagi naqshlarni yaxshi aytadi. Gruppa kirgandan keyin orzuyimiz o'xshash, naqshni intayin yaxshi ko'rdigan 15 mayil bilan tanishdim. Hamda biz repetitsiya qilish jarayonida bir-birimizning kamchilikligini to'liqlab, ortiqchiligimizni o'rganib, nayt ko'ngilli hamda nayt unutulg'isiz bo'lgan bir mazmunni birlikda o'tkazdik. Gulbanu bilan chuqur yaxshi hamkorlashib, sahnada bo'lingan naqshimizni yaxshi o'rinlab chiqishga ishonchimiz bor. G'ayrib sanamdan Ariya Qilur Saylana degan naqshni bilib berdim. Harishkelsi bu naqshni nayt qattiq mashq qildi. Shundaqla bu naqshninki tankash muzikasiga, ya'ni biza yangilik o'zgartish kirgizdik. Qolgan ahvolni ham sahnada ko'rman. Selamjon. Ercha. To'g'ri, bir kun bo'ldi. Sizni chaqirib kutyapman. Shah otam meni siz bilan ko'rishdan to'sigan bo'lg'ashqa hujramni taqab qo'ydi. Meni kechiring. Acep seylan seylane Aşıkların kömleğine dur Kilur seylan seylane Şiirlisi hem de bulup birbirine mikroban bulup Kıyabatip kulin salip Kilur seylan seylane Kıyabatip kulin salip Kilur seylan seylane Biri güldür, biri bunca Hiç kaysı yoktur senemce Tamaşağa kilor parça Acep seylan seylane Tamaşağa kilor parça Acep seylan seylane G'rib izler öz yarni Izhor qilur qalni Dar kürsetse cemalini Acep seylan seylane Yar kürsetse cemalini Acep seylan seylane
Oy, g'erib sanamlar. Bekfeyz operadan birda o'rlab berdinglar-ku. Xo'sh, intayin yaxshi bo'lgan, intayin mazmunli bo'lgan, shundaqla intayin go'zal bo'lgan naqshlarni bizga ilib keldinglar. Unda qolsa endi biz yetakchi ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Bo'lamdi? Avval Nurnisa Abbas ustoz. Musobaqa emas bir teatr ko'rgandek bir xil his tuyg'u bo'ldi. Adila singlimiz kuch chiqiribdi jimi? Adila ustozinglarga rahmat esanlar o'g'idek. Ishqinglar shunda bir singlarga moslashib, muzikalarni koni g'erib sanamni asıltib bo'lib, anandan keyin shu yangi davrning muzikalari qaytilgan, nihoyat bir-birsiga moslashgan bek esil bo'pti, bek esil. Sizlarni tabriklayman. Rahmat ustoz, rahmat. Ablikim ovozi bek yo'ruq, yangroqga. G'erib sanamninki, g'eribning naqsiga shundoq tushibdi. Gulbanu meni hayron qoldirdi. Qanday desanglar, Gulbanuning ovozi ajoyib bir xil sehriy kuchi bor ekan. Ovozda haqiqatan sehriy kuch bor ekan. Bu sanamning lam naqsini emas, muqamlarni, yana kelib eg'ir tipdagi moda naqshlarni aytishga loyiq qilib olgan bu. Men shuni his qildim bu savoldoshni. Gulbanu, tirishing. Sizda umid bor. Ma'qul, ma'lum, rahmat. Amaliyotda bu ishkinglar ikki xil uslubda. G'erib sanamnikida g'eribning ovoziga shundoq tushgan. Oblikim Manga tushgan tanlar ay barcha geçer. Tegmegin seni yarimiga Allah haqqida. Özün tapqan balalar vay özün geçer. Tegmegin seni yarimiga Allah haqqida deb tugapti. Oy. Men g'eribni ko'rgandan keyin sanam bu vaqt keldi deb bo'ldi. Ha, nima bo'ldi? G'eribni ko'rsa olsan ham bo'ladi. Yaxshi g'eriblarni ko'rgan cho'qim sanam bo'limizda. Rasmiy sanam. Gulbanu. Sanam bu vaqtda g'eribga bu. Ha, Gulbanu yaxshi sanam bo'lg'achqa g'eribmi ovozini aytib chiroyli chiqdi. Meningki Adila singlimizga tavsiya qiladigan savog'dosh Gulbanu. Gulbanu. Muborak olsun. Xo'sh, Dilshod Roydon ustoz. Bugungi kunda bizning klassik asarlarimiz g'erib sinamlar mushundaq muzikalar bilan, mushundaq uslublar bilan o'rlanyapti. Yo, bu nimaga yaxshi ish. Mana bo'ladi ekan-ku. Biz qahramonchama o'zimiznikini masha chasak bo'ldi ekan. Bunga yaxshi. Bu texnik bu boshlanishi. Bundan keyin texnik tajribalarga ega bo'lib, buni bilimlarga ega bo'lib, bu texnik yaxshi taraqqiy qiladi. Adila barakalloh mushtaq bir o'yin batdi, shuni axir amalga oshirdi. Rahmat ustoz. Shunday yo'jalni pik ko'rdim. Bag'asi taraqqiy qilsin. G'erib sinamlar qarang. Yo, shu g'erib sinamlar bo'lgan bo'lsa, sizlardek yurayotgan-ku. Bular go'sonda turadigan mashinalarga g'erib sinamlar-ku. Shanday g'erib sinamlar. Shanday g'erib sinamlar. Gulbanum, siz Shanxay Musiqa institutida o'qiganmi? Shundoq. Shanxay, ikkimiz bir maktabda o'qiganmiz, ha? Ha. Ma teatr biyoyan, shiji biyoyan ashanda o'qiganmi? Men muzikalik teatr kasbida o'qigan. Muzik teatr kasbida. Dramasını ko'mdingizmi bu yerdan? Ko'rdim. Men Gulbanimning mushu teatrda o'qig'achqa, mana rasmiy teatr deymiz. Ham nimada bor, o'rinlashda, ham naqsh o'rinlashda nimaga yaxshi. Ovozingiz haqiqatan yaxshi sizning. Rahmat. Sanamning naqshini shunchalik aytdingiz. Yani azroq texmi yenigroq ayting. Biraz shu yig'irroq bo'lib qoldi. Sanam degan nozik emasmi? Texmi yenigroq ayting. Qo'polroq sanam bo'lib qoldi menda. G'erib qishi qo'polroq bo'lsa to'g'rimaydi. Bak, shu zo'qvadi ma nomerlarmi? Bak zo'qvadi rasmiy bir teatr ko'rganda qoldik. Bu texmi liriklashtirib, texmi yaxshi izninglar bunda. Bu texmi payzishqisi bu. Adilaxon tavsiya qildiqnim yana sizga. Gulbanum. Rahmat ustoz. Abdullah Abdurim efendi.
Gulbanimni mundaq anglasaqlam u kasbiy bir ovoz chiqyotidi. Albatta. Shundoq yaxshi. Bu qizim bilan biz bir idorada ishlayapmiz hozir. U o'zi naqsha, usul, bu qiz ko'p qirliq qiz bu. Hozir bizning bu aktyorlik kasbi bo'yicha shu bizning idorada yaxshi artistimiz. O'qish bitirib kelgandan beri yezilog'i bordik, nurg'un dehqon qarindoshlarimiz bilan ko'rishdik, naqsh etdi, rol o'ynadi. Bu biz bizning shu qizga o'xshash ovozli artistlarimiz bor. Go'zal Nur Qurbon deymiz. Bulardan keyin yana bir qatim yetishib chiqqan texnik kuchli o'quvchilar bizning idoraga taqsim bo'lib deb hammamiz opirin etib, bu qizimizning mana shu musobaqa qatnashganini biz bilmaydi ekanmiz. Keyin anakaydan uqdiq. Zodi cho'qim musobaqada darajalar emas, men o'zimni qandaroq bir naqshchi ekanligimni bir sinab boqay deb kelgan o'quvchilarimizdan biri. Ro'yi holati intayin yaxshi. G'iribjonga kelsak, G'iribjonning ahvoli yaxshi, julosi bor. Mushu G'iribning naqshisi, mushu naqshiga bu Abdukimjonning ovozi yetib eshib qoldi. Yana bundan kuchliroq naqsh bo'lsa-mu, o'rlash iqtidori bor. Mushu naqshning ahvolidan anglasak shunda chiqib turdi. Har 2 yil o'quvchimizga qiyolmaydiganini bilamiz. Shuning uchun Abdukimjonni tavsiya qilay. Abdukimjon. Rahmat. Rahmat. Odila Sodiq ustoz. Baharimiz. Har ishga moyir kasbiy naqshchi. Shunga men bularga qattiq talab qo'ydim. Boshqa moyirlarga qaraganda bekrak qattiq talab qo'ydim. Hamda o'zida bor bo'lgan ortiqchiliklarni joriy qildirishni talab qildim. Bugun nihoyat yaxshi ustozlarimni rozi qilg'idek darajada o'rindinglar. Muborak bo'lsin. Rahmat. Abdukim akamiz bizning guruhdagi yosh jihatda hammamizga aka. Abdukim akamizningki shu mashq jarayonida akamizning fazilati bizni hammamizni ta'sirlantirdi. Bizga hammamizga aqlliq qilib g'amxo'rligini bildirdi. Bizning bolalar kichik bo'lgandan keyin tantaklik qilib bir-birisi bilan qirishib qolgan yalam bo'ldi deb akamiz o'tirg'i tushib hal qildi shu ishlarni. Akamizning bizning melodiya gruppasiga qo'shgan to'kpisi intayin zo'r. Gulbanim bo'lsa, nihoyat tirishchan siz degandek moyirga, o'quvchiga, kasbiy jihatdan bo'lsin, har qaysi jihatdan shu kasb munosabatga har qaysi jihatda o'zini qat'iyligi qo'yib etmaydigan, nihoyat qattiq talab qo'yadigan o'ziga. Bu moyirimizningki hozirgi zamon uslub jihatda Liushing pay deb qo'yamiz. Pop music tarafda taraqqiy qilg'isi bor ekan. Shunga mening guruhimni tanlabdi. Qarsam ovoz sharoitimi shunchalik mos keladi. Agar ishki moyirni agar selishtirishga to'g'ri kelib qolsa, Gulbanim haqiqatan qo'sh bizning naqshchi. Lekin g'ayrib sanamni ayirdim. Ayırıb etmeysiz, ama yana ayırıb etmesiniz bulmaydigan ifade qildi. Şuna en ahırkı kararınızı çıkırıştın burun, zade g'ayribjonni tanlamsiz yoki sanamjonni tanlamsiz? Qani, azroq o'ylashib oling. Mushu dastlabki mushu gul berish, mushu ko'rinishini kim o'ylab topgan? Ikkimiz maslahatlashib. Birli vaqtda deyishganmi yoki? Menmi shu xiyolda ekanman, Abdukimkam shu xiyolda ekan. Voy deb latanla. G'ayrib sanam bu naqsini mushkanlar tang o'ylab topganmi? Yo'q, bu naqshini bizga Adila ma'lum bergan. Adila ustoz bergan. Hamda meni hayron qolganim shu. Yo'g'on, g'ayrib ashla kichik gul beramdi deyman. Nima keldi? Qishning kuni arta oldi. Adila Sodiq ustoz. En ahırkı kararınız. Qani. Melodiya gruppasining keyingi aylanmasining raqobatiga qatnashadigan moyirimiz bo'lsa, bir xil esil tan, bir xil unutilg'isiz lazzat. Hoji bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Hoji bobo pashmatlari. Sining keyingi aylanmasining raqobatiga qatnashadigan moyirimiz bo'lsa, Gulbanim. Muborak bo'lsin. Lekin o'zimning niyati shundaqla akimizning bizga 2 yillik fazilati bor bir fazilat egisiningki
bizning guruhga lozim. Lazım. Shundaqla ustozlarimning fikriga hurmat qilib, rejissyorlar guruhidan ikkili mayirning tang tanlashimga qo'shilishini umid qilaman. Xo'sh. Unda bo'lsa, rejissyorlar guruhi bu iltimosingizni qabul qilamdi, qilmamdi? Qani, javobini kutaylik. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Bosh yetakchi ustozning qarori bo'yicha Gulbanim keyingi bosqichga udul kirgan. Endi bizning Abdulkimjon Adila Sidiq ustozning iltimosi bilan rejissyorlar guruhining qo'shilishi bilan keyingi bosqichga qadam bosadi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat muallim. Sizlarni muboraklaymiz. G'alabanglardan so'yinimiz. Ammo kelarki raqobatlar texnik keskin bo'lg'isi. Yaxshi natija atqaysizlar. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar saynasin. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar saynasin. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar saynasin. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar saydası, İpek yolu sadası. Erdim ipek yolida, ecdat bolgan çarandas. Düşkün kanlar tomurida, kül akşesi hoş avaz. Gümüş tağlar çok esin, nur kaytıdı yürekte. Gümüş tağlar çok esin, nur kaytıdı yürekte. Büyük kervan var izi, aman yeter dileke. Büyük kervan var izi, aman yeter dileke. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla saynasin. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla saynasin. İpek yolu sadası.